Eng muhimi 8-martdan o'tib oldik. İjtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib turdim. Faqat safarda yurdingiz. Brilliantga belabomi deydiganlar ham bo'ladi. Ixlos qilib, niyat qilsak, havas qilsak, brilliantlar ham beradi. U Allohdan. Shved elchisining medalyoniga o'xshaganlari ko'p bizda. Ha, Ivan Vasilievdagi. Shundan ko'p bor ekan. O'zi ham bir shakli ham bir boshqacha ekan. Bu klonimiz yana avvalda hech qachon modasi qolmaydi. Salomat opa, siz o'rtada kim bilandir emas, o'sha zavodni o'zi bilan gaplashib, zavodni o'zi bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Hamma bilan ishlamayman. Ishongan 20 yildan beri ishlab yurgan odam bilan ishlayman, chunki bu brilliant ham nozik narsa. O'lish kerak. O'lsa keyin yaxshi edi. Negativ sovg'alarimiz bor, tilla uzuklar sovg'a qilamiz. Edim Gold do'koni Toshkent shahrida Chorsu Gold Center'da 2-qavatida 29-do'kon. Bemalol kelaverasizlar, sizlarni xush kayfiyatda, mamnuniyat bilan kutib olamiz. Assalomu alaykum Edim Gold jamoasining aziz bo'lgan muxlislari, doimiy kuzatuvchilari. Mana 2026-yildagi birinchi videoni tayyorlash uchun va nihoyat birgalikda vaqt topdik. To'g'rimi Salomat opa? To'g'ri, vaqt bo'lmayapti. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz bizlari muxlislarimiz. Ramazon oylari muborak bo'lsin, yangi yillarimiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xursandman yana bu yil ko'rishib turganimizdan. Xudo xolasa endi orada bir 2-3 oylik uzilish bo'lib ketib qoldi. Bundan keyin endi uzilishlar bo'lmaydi degan niyatdamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Chunki endi yangi yildan amallab o'tib oldik. Undan keyin mana 14-yanvar keldi, erkaklar bayrami. Undan o'tib oldik. Eng muhimi 8-martdan o'tib oldik. Amallab 8-martdan o'tib oldik. Endi ko'ngilga bemalol ijod ham chiqadi, boshqa narsalar bemalol bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Keyin Salomat opa, mana shu yil boshidan endi asosan hamma o'sha pul uzilish payti bo'ladi deydi. Keyin qanaydir qo'li ishga bormaydi, rejalar bilan o'tib ketadi vaqti 1-2 oy. Keyin sovuq deydi, qish deydi. Lekin siz mana shu 2 oy davomida kuzatdim, ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib turdim. Faqat safarda yurdingiz. Safarda yurdim, to'g'ri. Safarda ham faqat o'ynab kulib emas, sayohat bilan emas, o'sha savdo bilan, tijorat bilan bir yana o'sha Edim Gold do'koniga bir foydali bo'ladigan ishlar bilan rivojlantirish bilan band bo'ldingiz. O'shanga qoyil qolib o'sha bir taassurotlardan gapirib bersangiz. Endi yangilik kiritishimiz kerak, chunki yangiliklar chiqib yotibdi, raqobat kuchli. Endi men hech kimni aytganman, ammo men hech kimni raqobatchi nima qilmayman, lekin baribir ham yangilik kirgizib turish kerak, toza narsalar kelib turish kerak. Shunda nimalarimizni, muxlislarimizni, klientlarimizni xursand qilish uchun yangiliklar olib kelib turishimiz kerak. Shuning uchun izlanishdamiz biz. Chunki oldinlar bir ko'ylakni bir yilda bir ko'ylak kiyadigan bo'lsa, hozir har kun bir narsa taqmasa bo'lmaydi, hozir shunaqa bo'lib turibdi. Har kun sog'liq bo'lsin, shu yangisi chiqadi. Yangilarni olib kelishimiz kerak. Endi albatta shuni ham o'zini qanaqadir muxlislari bor-da, to'g'rimi? Kerak bo'lsa har oy yangilik bo'lsa, yangilikni joyida ushlaydigan. Shunaqalari bor ekan. Endi to'g'ri, kimdir Allohning bergani, masalan, birovlar aytishi mumkin, masalan, ko'pincha kommentariyalarda o'qiman, birovlar qornimiz to'yishi qara qayg'u deydilar. Qornimiz to'yishi hali nima qayg'u bo'lib o'tiribdi, brilliantga belabomi deydiganlar ham bo'ladi. Endi niyatni yaxshi qilish kerak. Alloh qornimizni ham to'ydiradi. Ixlos qilib, niyat qilsak, havas qilsak, brilliantlar ham beradi. U Allohdan. Albatta. Harakatda, niyatda. Sendan harakat, mendan barakat deb bekorga aytishmaganda. Mana bu klonlarni qarang. Ajoyib. Bugun klonlar haqida gaplashamiz, Bugun klonlar haqida gaplashamiz, lekin odatda do'konlarga kirsangiz, bunaqa klonlardan bitta, ikkita, uchta bo'lardi, lekin sizda yangi yil boshidan qarang, yangiliklar ko'p, klonlarni ham juda har xilidan olib kelibsiz, bir-biriga o'xshamaydigan. Shu.
Ana o'xshab, ya'ni Shved elchisining medalyoniga o'xshaganlari ko'p bizada. Ha, Ivan Topsa Vasilich'dagi. bo'ladi, shundan ko'p bizada. Qoyil. Bu medalyonlarni anaqasi o'zi bilan, to'g'rimi? Sipochkasi. Sipochkasi o'zi bilan ham bor. O'zini addiningni kim qanaqa yoqadi? Birovlari uzunroq yoqadi, birovlari kaltaroq yoqadi, birovlari bu ingichkasi, yana bittasiga yirik qiliq. Shuning uchun uni o'zlari nimasiga, didiniga qarab, o'zlari bilan maslahatlashib beramizda. Faqat qulonni sotamiz. Ha, qulon. Sepini o'zlari bilan maslahatlashib qilamiz. Zanjirda ham brillianti bo'ladimi? Endi brilliantlar ham bo'ladi. Bo'ladi. Brilliantlar ham bo'ladi. Lekin tilla bilan ham tushadi. Tilla bilan tushadi. Tushunarli. Endi masalan, bu oq tilla bilan tushadi. Endi sariq bilan ham tushadi, lekin oq bilan chiroyli bo'lib tushadi. Bular sariq bilan tushadi. Shunaqa. Bular haqida endi bir ma'lumot bering aziz kuzatuvchilarga. Endi o'zimiz gaplar bilan bo'lib qoldik. Bu eng oxirgi model nimalarimiz bu kulonlarimiz chiroyli duradi. Taqqanda buni 18 yoshdan to 70-80 yoshgacha qilib taqsam bo'ladi bu narsalar. Bo'ladi. O'zi ham bir shakli ham bir boshqacha ekan. Bu kulonimiz yana avvalni hech qachon modasi qolmaydi. To'rtburchak endi men hozir nimalarimizga yurtdoshlarimiz ham aziz muxlislarimizga aytib tushuntirib o'ting. To'g'risi bu oq bilan qora hech qachon modasi o'tmagandek, bu dumaloq avvalni bilan to'rtburchakni hech qachon modasi o'tmaydi. Men ko'pincha to'g'risini aytayim, bu har xillari bor, bizda har xillari. Buni ham sotishim kerak, lekin asosiysi mendan so'rasalar, men to'rtburchak bilan avvalnini tavsiya qilaman. Bu hech qachon modasi o'lmaydi, lekin bu modasi o'lmaydi deb 5 yil, 10 yil taqmaydilar, to'g'risini aytsam. Buni modasi o'ladigan bo'lsa, boshqasini taqadilar. Allohim o'zi berib tursa, davlat pul bersa, kerak bo'lsa oyda birsini almashtiradiganlar bor. Shunday. Endi bulara buni sotamiz. Puli ko'p oyda birsini almashtiradiganlar. Endi didga qarab, talabga qarab. Buni toshlari baget tosh. Baget tosh. O'zi ham bagati bo'lib turibdi. Bagati bo'lib turibdi, chiroyli. Qo'y. Bular qoraroq ekan. Bu radirovka qilingan, bu ham qarang, buni orqalari hammasi bo'lari 750 proba, usti 585 proba, ba'zilari. Ba'zilari 750 proba bo'ladi. Masalan, bu 585 proba qora radirovka qilingan, rudi qilingan. Endi rudi ham qimmat bo'ladi uni. Nimasi? Tilladan qimmat bo'ladi rudi ham. Qimmat metal. Demak, har xil variantlari bor. Bemalol Eden Goldga kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bunaqa kulon, o'zini muxlislari bo'ladi-ku kulon degan, to'g'rimi? Bo'ladi. Hozir endi ko'pinchalik kulon taqib turibdilar. Ko'p alhamdulillah hozir ko'p odam ro'mol o'rab, ayollarimiz, qizlarimiz nima qilib turibdi? Ro'mol o'rab, hijab o'rab turibdi. Shuning uchun zirakdan ko'ra kulon olib turibdilar. Zirak ro'molni tagida og'ritadi ham, neudobni bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan hech kim ko'rmaydi qimmat narsani deydilardan kulon oladilar. Bilaguzuk oladilar. Endi haqiqatan ro'molni orqasida zirakni ko'rsatib bo'lmaydi-da? Ko'rsatmaydi. Endi erim uchun, o'zim uchun taqaman deganlar bo'ladi. Men ko'pisi hech kim ko'rmaydi qimmat narsani deb olmaydiganlar ham bo'ladi. Demak, o'sha ro'moldagi opa-singillarimizga kulon ko'proq o'sha tavsiya qilinadi. Ham ko'p shuna talabgorlar ko'p shuna. Tushunarli. O'shaning uchun bemalol Eden Gold do'koniga tashrif buyuraverasizlar. Qaranglar, bir necha 10 xil turi bor kulonlarni. Kelib, misol uchun o'zlari topib kelsa ham bo'ladimi? Mana bunaqa variant topib bera olasizmi desa? Shuni men masalan boshqa bir joydan yo internetdan yo bir boshqa joydan ko'rdim. Men to'shin shu narsani topib bersangiz arzonroq, bu boshqa joyda qimmat ko'rdim. Sizda arzon topiladimi shu narsa? Imini shu narsa. Desalar, ular uni ham bizlar hal qilib beramiz bir haftaning ichida. Imkoni bor deydi. Imkoni bor. Endi yana bir narsani aytib o'taylik. Boya aytdim-ku, ko'p sayohatlarda, safarlarda bo'ldingiz. Salomat opa, siz
o'rtada kim bilandir emas, o'sha zavodni o'zi bilan gaplashib, zavodni o'zi bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Do'konga Через emas, odam o'rtaga odam qo'yilgan emas. Prямо nima qilamiz? O'sha ishlab chiqaruvchini oldiga borib, ko'rib, o'sha narx-navolari bilan solishtirib, boshqa joylardan arzon, ko'nglingiz to'lib, sifatlisini. Men ko'p aytganman videolarimda, nimalarimda, men hamma bilan ishlamayman. Ishongan 20 yildan beri ishlab yurgan odam bilan ishlayman, chunki bu brilliant ham nozik narsa. Hozir endi zamon texnika rivojlangandan keyin uni musaniti, laboratorniylari chiqib ketdi. Shuning uchun men ko'pincha duch kelgan joydan olinman. Men o'zim 20 yildan beri ishlashib yurgan odamlarim bor, shular bilan ishlayman ko'pincha. Ishonchli joylardan. Ishonchli, sifatli joydan. Chunki o'zim ham pul tikib olganimdan keyin men ham yaxshi narsa olishim kerak. Bir ikkinchilikdan ertaga meni yuzimni otib ketib uyalib qolgandan bemalol sotganim yaxshi. Shuning uchun brilliantlari чистый, naturalniy, toza brilliantda bo'ladi. Ha, endi bunga asosan o'sha bizni kuzatib turganlarda ham shubhasi yo'q. Chunki kommentlarga kirib ko'rsa ham juda ko'pchiliklar yozyapti. 10 yil oldin olgandim Salomatdan, 15 yil oldin olgandim Salomat opadan deb juda o'sha o'zingizning muxlislaringizdan topib kommentlarga yozishyapti. Hammasi rozi, rizolik. Bironta bir yomon negativ komment ko'rmadik hozir. Shu paytgacha. Endi men to'g'risi vaqtim bo'lmaydi kommentariyalarni o'qishga, ularni nima ko'rib chiqishga vaqtim bo'lmaydi, lekin qizim xursand bo'lib aytib o'tiradi, oyijon, biram siz haqingizda negativ bir yomon gap aytilmagan deb. Endi birinchidan Alloh qadrlasin, Alloh aziz qilsin hammani. Hozirgi zamonda, hozirgi shunaqangi bir tez rivojlanib ketayotgan zamonda odamlarni yaxshi o'sha gapi ham unaqada. Shuda olish qiyin-da hozir. To'g'ri. Faqat o'lish kerak. O'lsa keyin yaxshi edi, yaxshi edi deyapti. Lekin hech seni yaxshi tarafini aytmaydilar. Negativlar hozir juda ham ko'paygan davrda sizda yo'qligi bu odamni xursand qiladi, baxtiyor qiladi. Alloh hammangizni aziz qilib qo'ysin, siz ham aziz qilib qo'ysin. Salomat bo'ling. Rahmat opajon. Endi qarang, mana Ramazon oyini deyarli oxirgi haftasida turibmiz. Bu yog'i endi Hayit bayrami, Ramazon hayiti. Endi nima bir kutilmagan sovg'alar bormi yoki biror bir aksiyalar bormi Edem Gold do'koniga tashrif buyuruvchilarga? Meni Ramazon oyini 30 kuni bo'ladigan bo'lsa, 30 kuni 3 nimaga bo'linadi. Birinchi 10 kunligi rahmat, 10 kunligi rahmat yog'iladi. Ikkinchi 10 kunligi mag'firat, 10 kunligi Allohim bizlar bilib bilmay qilgan gunohlarimizni mag'firat qiladi. Uchinchi 10 kunligi qadr kechasini topadigan nimamiz. Shu qadr kechasi, shu oxirgi 10 kunligini bizlar agar ko'p brilliantlar klientlarimiz o'zlari keladigan bo'lsa, bizlar sovg'alarimiz bor, tilla uzuklar sovg'a qilamiz. Naborlar oladigan bo'lsalar, tilla soatlar sovg'a qilamiz. Ko'ramiz, xursand qilib jo'natamiz, xudo xolasa inshaalloh. Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, Edem Gold do'konida ataylab bir bayram bo'lishi shart emas. Har qanday holatda kelgan xaridorlar albatta qo'shimcha sovg'alar bilan va xush kayfiyatda xursand bo'lib, rozi bo'lib ketadi. To'g'rimi? Asosiysi shunaqa. Endi yana bitta narsa, Salomat opa, mana hozir videolarimizni 30 minglab, 20 minglab odamlar kuzatyapti-da. Bo'lmasa, hali YouTube kanal ochganimizga ham juda ko'p bo'lgani yo'q. To'g'ri. Keyin ko'pchilik podpiska qilmasdan kuzatyapti-da. Iloji bo'lsa, podpiska bosib qo'yinglar. Bizi videolarimiz chiqib qolganda aynan brilliantga qiziquvchilar o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib, like bosib, iloji boricha bir fikringlarni ham bildirib qo'ysanglar, albatta Edem Gold jamoasi sizlardan minnatdor bo'lardi, xursand bo'lardi. Keyin podpiska bosgan, komment yozadigan, doimiy kuzatuvchilar, like bosadigan kuzatuvchilar albatta bir kun kelgan paytinglarda bu ham inobatga olinadi. To'g'ri. To'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin ulardan, shu bizlarni qo'llab-quvvatlaydiganlardan Alloh rozi bo'lsin. Endi oldimizdan chiqqan, masalan, o'zlarimiz yaqin yo bir yaxshi ko'rgan narsalarimizni bizlar ham foydasi bo'lsin, bo'lmasin, bosib qo'yamiz bizlar ham, to'g'risi.
Tekin-ku. Tekin-ku, ava, sizlardan ketdi. Shunaqa. Endi manzilni yana bir bor eslatib o'taman, har doimgidek. Edim Gold do'koni Toshkent shahrida Chorsu Gold Centerda 2-qavatida 29-do'kon. Bemalol kelaverasizlar. Sizlarni xush kayfiyatda, mamnuniyat bilan kutib olamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.